Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonda 28-marta ob-havoda dahshat kuzatiladi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklar kengroq tarqalishi uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Shoshmang, bu yolg'on emas, bu asl haqiqat. Ko'rib turganingiz osilib qolgan qorinni hozir bir zumda hech qanday operatsiyalarsiz ketkazishni yo'lini o'rgataman. Buni o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz va shokka tushib qolishingiz mumkin. Ko'rib turgan narsangiz bu original Kolumbiya lateks korsetlarimiz. Sizlarga buni e'tiboringizga havola etayotganimning sababi hech qanday operatsiya, millionlab pullar sarflamasdan bor yo'g'i arzon va bir necha so'm evaziga shu korsetni buyurtma qilib olishingiz mumkin. Natijasini o'z ko'zingiz bilan videorolikda ko'rib turibsiz. Xuddi mana shunaqa natijaga erishishni xohlasangiz, hoziroq Kolumbiya original lateks korsetlarimizni bizga murojaat qilib buyurtma qilishingiz mumkin. Qayerdan murojaat qilay deb savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Albatta, bizni raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasa biz bilan Telegram orqali bog'lanishingiz mumkin. Yana bir necha suratlari va qanday ko'rinishda bo'lishlarini, ya'ni real yana rasmlarni tashlab beramiz. Bizni Kolumbiya original lateks korsetlarimizning sifatiga 100% kafolat beramiz. Korsetlarimizni bemalol bir necha yil davomida taqishingiz mumkin. Ya'ni o'zingiz xohlagan natijaga erishguningizgacha taqib yursangiz bo'ladi. Korsetlarimiz suvga chidamli, kir mashinada yuvsangiz ham bemalol sifatini aslo yo'qotmaydi. Sizlarga hoziroq buyurtma qilishingiz uchun ajoyib taklif berdim deb o'ylayman. Biz bilan 94 955 47 97 raqamlarimizga murojaat qilib bog'lanishingiz mumkin. Gidromet shoshilinch axborot bilan chiqdi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan biroz yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 4-6 darajalar, kunduzi 10-12 darajalar bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ayrim joylarda biroz yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ayrim joylarda biroz yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Buxoro viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi deyiladi xabarda.